Bugungi videoda men sizlar bilan shaxsiy brend orqali eng oson va eng dangasa yo'llar bilan sotuv qilishni o'rgataman va aynan xuddi shu yo'llar bo'yicha arziki uyda 8000 ta auditoriya bo'lsa ham 5 oy ichida 500 ming dollardan oshiq sotuv qilganmiz. Yoki Ismoil One PC har oy 200 ming 300 ming dollarlik sotuv qilamiz. Yoki shaxsan o'zim oladigan bo'lsa ham oxirgi 1 yillik statistika bo'yicha o'zimizning xizmatlarni именно shu metodika orqali 500 ming dollardan oshiq sotuv qilyapmiz. Shaxsiy brend quruq prosmotrlar, quruq videolar haqida emas, bu yerda aniq raqamlar, aniq sotuvlar haqida. Ismim Nosir, shu paytgacha 50 dan oshiq shaxsiy brend bo'yicha tadbirkorlarni yurg'izib kelganmiz va hammasiga quruq prosmotrlardan tashqari bizni aniq sotuv olib keladigan varonkalar bilan aniq yo'nalishida o'stiradigan yo'nalishlar bilan yordam berib kelganmiz. O'zimizga keladigan bo'lsak, shaxsan o'zimizni 300 milliontadan oshiq prosmotr qilganmiz. Umuman reklamaga pul sarflamasdan faqatgina Reels orqali. Lekin o'sha Reelsda ham sotuvga olib borishgacha bo'lgan etaplarni bugungi videoda nima qanaqa ketma-ketlikda qilganimizni tushuntirib beraman. Bugungi videoda to'liq siz qanaqa varonkalar asosida ishlaysiz, qanaqa qimmat usluga sotishingiz mumkin va qanaqa har doim qiynalib kelgan uslugingizni endi oson va samarali yo'l bilan sotishingizni aniq birinchi qadamdan 10-qadamgacha aniq ketma-ketligini chizib, yozib tushuntirib beraman. Xo'p, boshida noldan to'xtaladigan bo'lsak, birinchi o'rinda bizga shaxsiy brend kerak. Nimaga deydigan bo'lsanglar, bu narsaga chuqurlashamiz. Ya'ni shaxsiy brend bo'lmaydigan bo'lsa, odamlarga nisbatan ishonch bo'lmaydi. Ya'ni biz 2 yil oldinga chuqurlashadigan bo'lsak, 2 yil oldin target reklamalar yoqishgan, reklamli oferlar yoqishgan, kontentli qilishgan, nimadirlar qilishga harakat qilishgan, lekin samarali rezultat bermagan. Nimani hisobiga? Odamlarda u shaxsga nisbatan ishonch bo'lmagani uchun. Shaxsiy brendni oddiy misolda tushuntirib beraman. Misol uchun, hozirgi holatingiz, hozirgi ishlayotgan klientingiz, hozirgi ishlayotgan yo'nalishingizda sizni n odam biladi. 100 ta bo'lishi mumkin, 1000 ta bo'lishi mumkin, 500 ta bo'lishi mumkin. Shaxsiy brend sizga shu narsani necha yuzdir mingta odam bilishiga yordam beradi. Qanaqa qilib? Siz shaxsiy brendni nima bilan bo'lishasiz? Ekspertligingiz bilan bo'lishasiz, lичностьingiz bilan bo'lishasiz, kimligingiz, nima ishlar qilganingiz, nima odamlarga qiymat berganingizni hammasini ochuchasiga o'tib bo'lish imkoniyatingiz bo'ladi. Ya'ni biz birinchi o'rinda qilishimiz kerak bo'lgan narsa bizda как minimum bitta akkaunt bo'lishi kerak va akkauntda Reels'ga qo'yilgan bo'lishi kerak. Nimaga? Boshidan kelinglar ajratib olamiz. Bizda ikkita yo'l bor. Birinchisi bu Reels. Reels bizga nima olib keladi? Ya'ni shaxsiy brend desa ham bo'ladi. Reels bizga nima olib keladi? Reels bizga brendimizdan tanilish imkoniyatini olib keladi. Brendimiz degani, ya'ni o'zimizdan tanilish, ertaga odamlar ko'rganda bizga nisbatan ishonch bo'lishini yuqorilashtiradi. Lekin mashitda ko'pchilik bittadon xato qiladi. Reels orqali qaysidir momentda, qaysidir Reelsdan zo'r sotuv qilgan bo'ladi. Bo'ldi deydi, demak men faqat Reels qo'shim kerak ekan degan narsada juda ham o'zini perubizit qo'radi. Ikkinchisi bor target, ya'ni bizda eng oson va eng tikkan pulimizni bir necha barobar oqlab beradigan narsa bu Instagram va Facebookda reklama, ya'ni Instagram bilan Facebookda reklama. Bu eng okupaymi reklamalardan bittasi. Mashitda bittadonni mif yo'qotish kerak. Agar siz Reels bilan ishlaydigan bo'lsangiz, target yo'qsa akkauntim o'lib qoladi, meni hech kim organika prosmotr ko'rmaydi, ya'ni hech nima qila olmayman degan bo'lsangiz, Ismoil One PC sizlar uchun idealniy tez. 100 mingtadan oshiq auditoriya, har oy target bor, har oy sotuv bor va hech qanaqa organik, ya'ni umuman Reels o'sishiga hech qanaqasiga ta'sir bo'lmagan va hech qanaqasiga o'zgarish bo'lmagan. Bunga o'xshagan keyslarimiz bir nechta. Ya'ni hech qanaqa target Reelsga aloqasi yo'q, Reels targetga aloqasi yo'q. Kelishib olaylik, bu ikkalasi qiladigan funksiyasi alohida. Ya'ni Reels biz uchun har doim kerak. Bizani tanish uchun target bizga har doim kerak. Bizni xizmatimizdan, uslugamizni sotish uchun. Misol uchun aytaman, azdagi Udevs IT kompaniya IT uslugalar ko'rsatadi, IT outsourcing bilan shug'ullanishadi. Eng kam chek 20-30 ming dollardan boshlanadi. Tasavvur qiling, 20-30 ming dollar kimdir ishonib berish uchun o'ta определённый qanaqadir mahoratingiz bo'lishi kerak yoki qanaqadir darajada talentingiz bo'lishi kerak. Ya'ni 20-30 ming dollarlik chek sotishi eng oson va eng samarali yo'lini 1, 2, 3, 4 ko'rib chiqamiz. Misol uchun azdagida ham Reels qilamiz. To'g'ri, unaqa katta auditoriyalari yo'q, 100 ming tala auditoriyalari yo'q, lekin shu vaqt o'zgacha 500 ming dollardan oshiq sotuv bo'lgan. Qanaqa qilib? Ya'ni bizni xuddi shu aytganimdek, Reels'ni faqatgina biz brend awarenessga ishlatadigan bo'lsak, ya'ni brend tanitishga, arziki degan odam borligini bildirish uchun ishlatadigan bo'lsak, ikkinchi tomondan bizni target qo'shganmiz. Ya'ni chuqurlashlik. Target bu sizga chiroyli kartinkalarni qo'yib turib, mana bizdan sotib olinglar, bizdan olinglar degan narsa emas. Targetda ham aniq algoritm, aniq 1 2 3 4 instrumentlar bor. Hozir bitta to'xtalamiz. Birinchisi o'zi целым nima usluga sotayotganimiz bo'lsa, birinchidan upakovka qilishimiz kerak va upakovkani tez bilan qilishimiz kerak. Misol uchun aytadigan bo'lsak, bizda birinchi o'rinda reklamli offer degan narsa bor. Ya'ni reklamli offer degani bu siz reklamaga yoqadigan videongiz. Ya'ni bizni qisqa 40-60 sekund ichida nima video yoqishimizni va nima odamlarga taklif berishimizni tushunib olishimiz kerak. Va bunda bizda aniq struktura bor. Birinchisi, har doim video hook yoki aniq raqamlar bilan boshlanishi kerak. Ya'ni bu qanaqadir rezultat bo'lishi mumkin yoki o'sha yo'nalishda odamlarni qiziqtirib olishingiz kerak. Ikkinchisi muammo, ya'ni qanaqa muammo borligini biz ochib berishimiz kerak.
Xo'p, uchinchisi bu yechim yoki tanishtiruvchisi ham bo'ladi. Agar endi tanilayotgan bo'lsangiz yoki endi chiqayotgan bo'lsangiz, 3-o'ringa tanishtiruvni qo'ysangiz bo'ladi. 4-o'rinda yechim, 5-o'rinda filtr va 6-o'rinda call to action. Ya'ni hozir siz qiynalayotgan bo'lsangiz, bu nima yozyapti, bu nima deyapti bu deydigan bo'lsangiz, men sizga hozir bitta-bitta tushuntirib beraman. Tasavvur qiling, men xuddi shunaqa IT outsourcing uslubi bilan shug'ullanaman. Menda bir nechta кейslarim bor, bir nechta qilgan ishlarim bor va men bilaman bozorda qanaqa muammoni meni qilayotgan ishim hal qilishi mumkinligini. Yoki tasavvur qilinglar, buxgalteriya. Masalan, men buxgalteriyaga olman deb, qanaqa men buxgalter 10 million, 15 million sotadigan uslugasini bizni kerak bo'lsa o'chirt qo'yib qo'yadigan ahvolga olib kelib bersak bo'ladi. Birinchi o'rindan reklamni offer yozishimiz kerak. Ya'ni hook birinchi o'rinda raqam. Ya'ni mana bu yerda chuqurlashadigan bo'lsak, birinchi tekstga nima deb yozsak bo'ladi. Misol uchun men buxgalter bo'lib turib, Artel kompaniyasini eng summa nalogdan qutqardim. Ya'ni men aytaman, Artel kompaniyasi o'tgan oyda 1 milliard yaqin nalog to'lash mumkin edi. Mana shu bitta xato qildim. Lekin bizning kompaniya bu shu muammoga chuqurlashgan holatda u narsani hal qilib berdi. Endi keyingisiga chuqurlashamiz. Muammo, ya'ni ko'p katta оборот qiladigan kompaniyada asosiy bo'ladigan muammo отчетda, buxgalteriyada, finansda muammo yetadi va u narsani vaqtida hal qilinadigan bo'lsa, vaqtida hal qilinmaydigan bo'lsa, отчетlar vaqtida topshirilmaydigan bo'lsa, налоговый tomonidan katta shtraflarga va katta summalarga anaqa tutilishi mumkin. Men endi tanishtiruvga o'tamiz. Ya'ni meni ismim masalan Nosir, buxgalteriya yo'nalishida 5 yildan beri ishlab kelaman va bir nechta palonchi kompaniyalarni buxgalteriyasini shaxsan o'zim nazorat qilaman. Endi agar siz ham xuddi shunaqa muammolaringiz bo'lmasligini xohlasangiz yoki ishlayotgan buxgalteringizda ko'p kamchiliklar orqasidan katta naloglar to'lagan bo'lsangiz, biz sizga bu borada yordam beramiz. Ya'ni men yechim aytib o'tib ketaman. Undan keyingisi filtr. Ya'ni endi bizda eng minimalniy buxgalteriya uslugarimizning narxi 10 million so'mdan boshlanadi va kompaniyasi qancha oborot kattalashgan sari va qancha mas'uliyat ko'p bo'lgan sari biz shunga qarab turib ko'proq summa taklif qilishimiz mumkin. Agar siz ham shu haqida ko'proq ma'lumot olmoqchi bo'lsangiz, pastdagi link orqali ro'yxatdan o'tib o'z ma'lumotlaringizni qoldiring. Ya'ni men sizlarga hozir har bitta kategoriya bo'yicha chuqur bitta to'xtalib o'tdim. Reklamni kreativ xuddi shunaqa tarzda bo'ladi. Endi hozir kompaniyasi bor odam sifatida o'zingiz eshitadigan bo'lsangiz, men sizni uslubni, sizda qanaqadir og'rig'ingiz bor, o'sha og'riqni hal qiladigan men uslubiga yechimni aniq tiniq qilib reklamni offerda beraman. Qanaqa qilib? Birinchidan men kimlar bilan ishlaganimni aytaman, avtoritarni aytaman. Ya'ni palonchi kompaniya bilan ishlab, mana bunaqa muammosini hal qilib berdik. Ikkinchisi, o'zi asosan bo'ladigan o'sha sizni potrебностьingiz bor muammoni men yanada chuqurroq ochib beraman. Keyingisi tanishtiruv. O'zingiz sen kimsan o'zi degan savolga men aytib ketaman. Men ismim Nosir, tam yildan beri buxgalteriya yo'nalishida ishlayman. Mana shu kompaniya shaxsan o'zim nazorat qilaman deyman. Keyingisi yechim. Agar sen ham shunaqa muammodan charchagan bo'lsang, davay biz senga oylik buxgalteriya xizmatini ko'rsatamiz. Keyingisi filtr. Ya'ni biz aytib ketishimiz kerak, necha puldan uslugamiz boshlanishini. Bu narsa bizga musorliklarni kamaytirishga yordam beradi. Musorlik qanaqa? Aka, men siz uslugingiz 1 million so'm bersam rozi bo'lasiz deb o'yladim degan odamlarni yo'qotish uchun 10 million so'mdan boshlanadi, biz bu yerda aytib o'tib ketamiz. Undan tashqari call to action, ya'ni biz odam oxirgacha videoni ko'rdimi, qayergadir o'tish kerak. Qayergadir o'tishi uchun biz mana bu yerda aytamiz, pastdagi link orqali ro'yxatdan o't yoki mana shu nomerlarga telefon qil yoki direktdan menga yoz yoki Telegramdan yoz. Ya'ni hammasi call to actionga kirib ketadi. Reklamni offer eng muhim faktorlardan bittasi, qachonki o'tda go'shtli informatsiya bo'ladigan bo'lsa, o'shandigina o'tda realniy zo'r rezultat bo'ladi. Agar o'tda go'shtli informatsiya bo'lmaydigan bo'lsa, chuchvarani xom sanabsiz, hech qanaqasiga zo'r rezultat bo'lmaydi. Har doim musorliklar keladi, har doim musor zaifkalar keladi va hech qachon sotolmaysiz. Butun umr ani targetologim yomon, ani SMMchkim yomon, meni yomon ishlayapti, u yomon ishlayapti deb butun umr o'tib ketasiz mana shunaqa. Endi biz reklamni offer strukturasini tushundik. Endi stop qilasizda, keyingi qilishingiz kerak bo'lgan ikkinchi step bor. Ya'ni biz reklamni offerni taxminan 10 ta 15 ta olamiz. 10 ta 15 ta reklamni offer olamiz. Ya'ni biz o'tgan safar strukturasini ko'rdik, hozir sizlar bilan mana bu strukturasini ko'rdik. Endi shu struktura bo'yicha biz 10-15 xil reklamni kreativ olamiz. Misol uchun aytaman, xuddi shu buxgalteriya misol. Martel bilan ishladim, to'g'rimi? Lekin mana Shivaki bor, menda yana bilmayman, palonchi kompaniya bor, menda yana qanaqadir restoran bor, ya'ni kimdirlar bor. Menda har bittasini o'zida buxgalteriyada bo'lgan muammolarni yozib bir 10 ta 15 xil kreativ qilsam bo'ladi. Ya'ni bu yerda nimalar o'zgaradi? Birinchidan bu yerda keyslar o'zgaradi. Ya'ni keyslarni o'zgartirsangiz bo'ladi. Keyslarni o'zgartirsangiz bo'ladi, muammolarni o'zgartirsangiz bo'ladi. Muammolarni o'zgartirsangiz bo'ladi, filtrni o'zgartirsangiz bo'ladi. Chunki uslugingiz o'zgargan sari filtr o'zgaradi va bu yerda qo'shimchasiga lokatsiya, ya'ni syomka qilayotgan lokatsiyalarni o'zgartirsangiz bo'ladi. O'shandagina sizlar yaxshigina ko'p kreativlarni test qilish imkoniyatingiz bo'ladi.
qaranglar, endi bitta targetda muhim bitta narsa bor. Qachonki siz ko'proq reklamni offer test qiladigan bo'lsangiz, algoritm qanaqa ishlaydi? Tasavvur qiling, mana men algoritmman va men определенный mijozlarim bor. Aytinglar, men bitta bunaqa mijozlarim bor, mana aytinglar nechidir mingta mijozim bor. Men bularga reklama ko'rsatyapman. Men bitta reklama ko'rsatdim-da, bitta reklama ancha qiziqish bildirdi, odamlarga zerikarli bo'lib qoldi. Amaliki 15 xil reklamni kreativ qiladigan bo'lsam, qaysi biridir qiziq bo'ladi va qaysi biridir katta auditoriyani egallab olish imkoniyati bo'ladi. Va o'sha narsa bizga ancha muhimroq, o'sha narsa bizga kerak. O'shaning uchun biz 10 ta 15 xil reklamni kreativ test qilamiz. Bittasi ishlamagan holatda ikkinchisi ishga tushib ketish uchun. Ozgina qiyin bo'lishi mumkin, ozgina tushunishingiz oson bo'lmasligi mumkin. O'shaning uchun bitta stop qiling, qaytadan ko'rib, qaytadan tushunib olishingiz mumkin. Uchinchisi, syomka, montaj. Ya'ni biz har bitta kreativlarda aytamiz, qanaqa keysni hal qilganimiz, qanaqa muammoga yechim berganimiz, endi o'shalarni biz syomka, montaj qilib turib, chiroyli ko'rsatib berishimiz kerak. Syomka, montajda nima bo'lishi kerak? Birinchidan, akkuratniy montaj. Bizda spetsifik bir balo nimadirlar kerak emas. Ya'ni odamlar charchagan narsadan akkuratniy, klassik montajlarni ishlatganimiz yaxshi. Ikkinchidan, social proof. Ya'ni biz qaysi case misolda gapirib ketayotgan bo'lsak, o'sha case misolda rasm, kartinka, налоговыйdan tortilgan отчетlar, shtraflar, hamma narsani iloji boricha qo'yishimiz kerak. Odamlar gapirayotgan gapimizga ishonch bo'lishi uchun, gapirayotgan gapimiz rostdan haqiqatligini bilish uchun. Xo'p, uchinchisi zo'r vizual. Ya'ni vizual bilan anaqani lokatsiyalarni yaxshi qilishinglarni tavsiya qilgan bo'lardim. Telefonda olsa ham bo'ladimi? Bo'ladi. Вообще muammosi yo'q. No, imkoniyatingiz bo'lsa, kamerada professional urinda olganinglar, baribir o'zingizlarni qimmat uslubga sotayotganinglarni odamlarga yoritib beradi. To'rtinchisi, biz hamma narsani tayyorlab olgandan keyin, ya'ni biz 10 ta 15 ta kreativ tayyorlab olgandan keyin endi qiladigan ishimiz bu lead generatsiyani formasini to'g'irlash. Ya'ni biz lead generatsiya formasini to'g'irlashimiz kerak. Lead generatsiya nima? O'zi lead nima degani? Lead bu zaявка. Ya'ni men misol uchun shaxsiy brend uslugamni sotmoqchiman-da, menga uslugamga qiziqqan bo'lgan odamlar kerak. Odamlardan menda nima talab qilinadi? Men nima filtr bo'lish kerak u odamlardan? Ismi, nomeri bo'lsa, men kamlik qiladi. Tan olaylik, kamlik qiladi. Bu odam ism, nomerini yozib qo'yaveradi. Lekin menda endi qo'shimcha filtrlar bor. Bu misol uchun nima? Bu ism, keyingisi nomer, uchinchisi biznesning yo'nalishi, ya'ni buxgalteriyaga ham любой yo'nalishga to'g'ri keladi. Biznesning yo'nalishi, ya'ni qanaqa biznesda, masalan, faoliyat yuradi, oylik qancha aylantiradi? Agar buxgalteriya misolida aylantirib, oylik qancha aylantirasiz? Ya'ni bu yerda oborotini yozadi. Oylik qancha aylantirasiz? Hozir buxgalteringiz bormi yoki yo'q? Yoki da buxgalteriya bo'yicha налоговый muammoga duch kelganmisiz yoki yo'q degan savol bersak bo'ladi. Yoki da agar faqat Toshkent ishlaydigan bo'lsak, Toshkentda faoliyat yuritasizmi? Toshkentda faoliyat yuritasizmi? Ya'ni ha, yo'q deb yozib qoldiradi. O'shanga qarab turib, biz yo'q deganlarni biz umuman filtrdan olib tashlasak bo'ladi. O'shanda bizga viloyatdan lidlar kamroq tushadi va ular bilan ishlash imkoniyatimiz почти 0 bo'ladigan bo'lsa, demak ular bizga kerak emas. Lead generatsiyani biz targetni o'zidan qilsa ham bo'ladi, yoki-da biz landing page qilsak bo'ladi. Ya'ni bir 500 ming so'mga bitadi. Ochig'ini aytib, bitta yaxshiroq saytolog bola topsanglar, 500 ming so'mga bitadi. Bu landing page, ya'ni bitta stranitsali sayt. Saytcha desak bo'ladi. Bu yerda men sizga tushuntirib beraman, nima bo'ladi. Bu yerda misol uchun mana bu sayt deb olaylik, чтобы o'zingizlarga aniq tushunarli bo'lishi uchun, misol uchun mana bu sayt deb olaylik. Ya'ni любой odam kirsa, mana saytga kiradi va bu yerda bo'lish kerak bo'lgan narsalarni men sizga chizib ko'rsatib beraman. Birinchidan rasm, ya'ni bu yerda o'zingiz katta rasmingiz bo'ladi. Ikkinchidan o'sha muammoga yechim berish, ya'ni hook text bo'ladi mana bu yerda. O'sha tam buxgalteriyada mana bunaqa case'dan agar qo'sha olsak, case'ni qo'shamiz. Mana bu yerda ro'yxatdan o'tish, ya'ni ma'lumot qoldirish degan knopkamiz bo'ladi. Bitta page sayt bizga aytadi. Ro'yxatdan o'tish degan knopkamiz bo'ladi. Ro'yxatdan o'tish degan knopkamiz bosganda bizda boyaga aytgan filtrlarimizdan knopkasi ochiladi. Ya'ni ro'yxatdan o'tish degani boya biz mana bu 5 ta filtr sanaylik-ku, ism, nomer, biznesning yo'nalishi, o'sha yoqqa bitta qo'ldan kirgizadi. Ya'ni bundoq anaqa to'rtburchaklar bo'ladi, bitta qo'ldan kirgizadi. Qo'lda kirgizgandan keyin 3-step, ya'ni botdan bu yoqqa o'tadi, saytdan 3-stepdan botdan ma'lumotini qoldirgandan keyin biz prosta leadlarni tushuninglar yo'qotib olmaymiz. Ya'ni prosta ketib qolsa biz uchun jalq, ya'ni pul to'laymiz ularga, biz qayerdadir ularni olib qolganimiz yaxshi. Endi men 3-stepda nima varonka qilganman? Botda thank you page degan narsa bor. Masalan, rahmat, san bilan tez orada Nosir bog'lanadi. Endi agar biz ko'proq bizning case'imiz haqida ma'lumot olmoqchi bo'lsangiz, endi Telegram kanalimizga obuna bo'l. Ya'ni men bu yerda Telegram kanaliga o'tkazaman. Telegram kanali qo'li bilan bosadi, Telegram kanaliga kiradi va bu yerda Telegram kanalda tushunishingiz uchun case'laringiz, razborlaringiz, fikrlaringiz, nima rezultatni ko'rsatgansiz, nima muammolarni hal qilgansiz, hammasini yozib qo'yadigan bo'lsangiz, klient nisbatan sizga ishonishi ancha yaxshilashadi.
Ya'ni 5-4 etapda qilishimiz kerak bo'lgan narsa biza nima kontakt olishimiz kerak, biza qanaqa filtr olishimiz kerak va biza sayt bilan ishlaymizmi yoki lead generatsiyani o'zi bilan ishlaymizmi bilib olishimiz kerak. Taxminan uzoq bilan 500 ming so'm $50 men aytayotgan anaqa varonkam bitadi. Ya'ni men sayt paytlarni qilib berishadi. $50 uzoq bilan. Men tekin yo'li. Ya'ni bu narsa anaqa targetda o'zida bor. Shu narsani o'zini ishlatsanglar ham bo'ladi. Endi 6-chi qilishimiz kerak bo'lgan narsa, biza plan qo'yishimiz kerak. Ya'ni biza aniq prodaja qilmoqchimiz ham, biza plan qo'yishimiz kerak. Masalan, aytaylik bizda Udevs'da planimiz bor. Yil oxirigacha $2 million prodaja qilishimiz kerak. $2 million tushunish yili uchun 20 ta proyekt, ya'ni $100 ming dan ortiq hisoblasak 20 ta proyekt, chunki itak hozirgi loyihalar $100 ming atrofida sotamiz. 20 ta loyiha sotishimiz kerak, to'g'rimi? 20 ta loyiha sotishimiz kerak. Endi biz biznes egasi bilan o'tiramiz va buni varonkasini tuzib chiqamiz. Varonka nima? Varonka biz teskari ketamiz. Ya'ni 20 ta sotuv qilishimiz uchun bizga qanaqa raqamlar kerak va bizga nima otchetlik kerak? 20 ta sotuv qilishimiz uchun biz taxminan tushunish yili uchun ketma-ketlik orqadan ketamiz. Biz 80 tacha odamga KP berishimiz kerak. Ya'ni 80 ta odamga KP, kommersiy предложение berishimiz kerak. Bizning uslugamizga qiziqgan. 80 ta odamga KP berish uchun biz taxminan 120 ta odam bilan stretch belgilashimiz kerak. Ya'ni biz 120 ta odam bilan yil davomida stretch belgilashimiz kerak. Yani ko'rishgan bo'lishimiz kerak, to'g'ri. Endi 120 ta odamdan hammasi ham stretchga kelmaydi. Taxminan 150 ta odam bilan stretch, plan stretch bo'lgan bo'lish kerak. Ya'ni bo'lish kerak bo'ladi. Kimdir vaqt to'g'ri kelmaydi, qolib ketadi, ish chiqib qoladi. O'sha aniq strafovkasi bilan olgan. 150 ta plan stretch qo'yish uchun bizga taxminan qo'pol qilib aytganda 500 ta sifatli lead kerak. 500 ta qualified lead, ya'ni sifatli lead. Sifatli lead nima degani? Sifatli lead bizning telefonimizni ko'taradigan va ma'lumotda bizga bergan filtrlar bo'yicha to'g'ri keladigan leadlar bizda har doim sifatli bo'ladi. O'sha narsadan sifatli lead ajratsanglar bo'ladi. 500 ta sifatli lead bo'lish uchun taxminan bizga общий hisobda aytadigan bo'lsak 2000 ta lead kerak. Ya'ni 1 yil davomida hisoblaymiz. Ya'ni yillik planka qo'yamiz hozir yoki xuddi shuni oylik o'zingizlar to'g'irlasanglar ham bo'ladi. Xo'p, 2000 ta lead kerak. Endi bizda hozir o'rtacha lead narxi qancha? Bizda o'rtacha lead narxi $5 dan. Agar biz $5 dan hisoblaydigan bo'lsak, endi biz xuddi shu narsani orqaga hisoblaymiz. 2000 ta lead $5 dan bo'ladigan bo'lsa, $10 ming target uchun bizga kerak bo'ladi. Hozir sizlarga qo'rqinchli eshitayotgan bo'lishi mumkin, lekin moment nimada? Moment to, что agar mana shu varonka bo'yicha ketadigan bo'lsa, bizda yil oxiriga $2 million prodaja bo'ladi. $2 million prodaja bo'ladi. To'g'ri, bu sof foyda emas, lekin 10% sof foyda bo'lsa ham, $10 ming tikib turib $200 ming topish bu eng zo'r, eng samarali varonkalardan bittasi. Endi xuddi shu narsani o'zim misolimni tushuntiraman. Bizda qishda shunaqa situatsiya bo'ldi. Klient olishimiz kerak, klientimiz chiqib ketdi. O'rin to'ldirishimiz kerak. Biz 3 ta klient olishimiz kerak. Endi men qilgan ishim nima bo'ldi? Men aytdik 3 ta klient olishim kerak. Men sizga faktini sanab beraman. 3 ta klient olishim kerak edi. Men 6 ta odam bilan fakt stretch ko'rishdim. 6 ta odamga taklif berdim. 8 ta stretch nazarga qildik. 2 tasi admin bo'lib ketdi. 8 ta stretch nazarga chiqish uchun taxminan menga 10 tacha qualified lead kerak bo'ldi. Ya'ni 10 ta menga sifatli rostdan uslugamni narxini bilib olmoqchi bo'lgan odam keldi. 10 ta qualified lead bo'lishi uchun общий hisobda 50 ta общий lead keldi. Bitta lead menga taxminan $7.8 10 gacha chiqqanlari ham bor. Grubi $10 dan hisoblaylik. $10 dan hisoblaganda ham menda reklama budjeti o'sha paytda 420 mi shunaqa ketdi. Mayli, Mamitdan $500 reklama budjeti ketdi degan holatda ham biz 3 ta kelishuv qildik. Ya'ni bu 3 ta sales qildik. Bitta 3 oyga $10 ming sotuv qildik. Uslugamizni bitta 12 ming sotuv qildik. Bitta 12 ming sotuv qildik. Bitta $20 ming sotuv qildik. Ya'ni tushunyapsizlarmi? Bu yerda общий hisobda 22, 30 Hop 22 bo'ladigan bo'lsa $42 ming sotuv qildik $500 evaziga. Ya'ni $500 общий hisobda bizga $42 ming olib keldi. Tushuntira oldimmi? Ya'ni eng zo'r varonka, ishonaveringlar. Hozir YouTube'da bo'lgancha tekinli bu oldi qoshda gapirayotgan deyishingiz mumkin, lekin vaqtida mana shu ma'lumotlarni biz $100 dan sotganmiz. Vaqtida mana shu ma'lumotlarni biz $100 dan sotganmiz. Ya'ni odamlar mana shu narsani o'rganish uchun pul to'lab o'rgangan. Ishoninglar, eng рабочий sxema, eng ishlaydigan sxema. Ya'ni biz bu yerda aniq varonkalarni ko'rib chiqdik. Bizda lekin bu yerda har bitta steplarga qattiq e'tibor berishimiz kerak. Ya'ni lead kelyapti, biz alohida u leaddan sifatli lead ajratishimiz kerak. Sifatli lead kelyaptimi, bo'ldi. Undan biz aniq stretch belgilashimiz kerak, o'tirib ular bilan chiroyli muomala qilib, aniq biz hammasi bilan stretch o'tkazishimiz kerak, vaqt ajratishimiz kerak. Stretch o'tkazgandan keyin hammasiga vaqtida tipi aniq
anaqa kommersiy предложение berish kerak va kommersiy предложение berib sotib olishga tayyor bo'lgan odamlar narx bilan payment обговорить qilib turib o'zi sotib kelishib olish kerak. O'shandagina bizda zo'r rezultat bo'ladi. O'zidan o'zi просто target yoqib qo'ysanglar, klientlar aka karta tashlab yuboring, pul o'tkazib beraman demaydi. Unaqa qutuvilarni olib tashlaylar. Bu yerda ham mehnat qilish kerak, bu yerda ham vaqt ajratish kerak, bu yerda ham o'sha bo'yicha ishlash kerak. O'shandagina bu yerda ham zo'r, yaxshi rezultat bo'lish imkoniyati oshadi va ko'payadi. Xo'p, endi 7-step. 7-step biz hamma narsani tayyorlab oldik, varonkani tayyorladik, planni tayyorladik. Endi bizga yoqadigan narsa bu target aktivatsiya. Ya'ni bitta yaxshi target to'liq topasizlar. O'rtacha $500 ishlaydi oyiga. Bitta yaxshi target to'liq topasizlar va u yerda targetlarni hamma reklamni offerlarni auditoriya tanlagan holatda o'zi yoqasizlar. Auditoriyaning target to'liq o'zi tanlaydi, reklamni aktivatsiya qilasizlar. Aktivatsiya qilgandan keyin bo'ldi. Ya'ni bu yerda 7-etap aktivatsiya qilish. 8-etap o'zi harakatga kirishish. Ya'ni harakatga kirishish deganda lidlar kelishni boshlaydi, bo'ldi. Lidlarga o'zi aloqaga chiqish kerak, gaplashish kerak, stretch urish kerak. Harakatga kirish. Bu yerda o'zi ketma-ketlik xuddi boy varonkada ko'rib chiqqandaki, lid keladi, telefon qilasiz, sifatsizga ajratasiz, stretch urasiz, stretch olib borib o'zi uslugingizni sotishga harakat qilasiz. Ya'ni xuddi shu ketma-ketlik bo'yicha ketaveradi bu protsess. Xo'p, 9-inchisi analitika. Ya'ni biz endi ko'rishimiz kerak, oylik отчетda qancha pul ishlatdik va qancha pul bizga qaytib keldi. Ya'ni boygi varonkani biz endi xuddi shuni teskarisiga ishlatamiz. Misol uchun aytaylik, men aytaman $500 targetga budjet ishlatdim. Menga taxminan aytaylik, 100 ta lead keldi. 100 ta lead keldi. 100 ta leaddan men taxminan 30 ta sifatli lead ko'rdim. Ya'ni 30 ta sifatli lead men gaplasha oldim. 30 ta sifatli leaddan men 15 ta stretch urdim. Stretch degani ko'rishib gaplash. Stretch urdim. 15 ta stretchdan men uslovni aytaylik 3 tasiga sotdim. O'rtacha eng yomon holat 20% konversiya bo'ladigan bo'lsa, 3 tasiga sales qildim. 3 tasiga sales qildim. 3 tasiga men taxminan aytaylik uslugim IT uslugi bo'ladigan bo'lsa, aytaylik $50,000 dan sotdim deylik. $50,000 dan sotsam, menda $150,000 sales bo'ldi. Ya'ni men $500 tikib turib $150,000 sales oldim. Tushuntira oldimmi? To'g'ri, bu yerda sales manager ishida akkaunt yurish kerak, boshqa narsa qilish kerak, lekin bu varonka bo'yicha eng oson ishlaydigan varonkalardan bittasi. Shunda taxminan menga bitta klientimning narxi $160, $170 atrofida tushadi. Ya'ni tushunyapsizlar, $160, $170 atrofida beryapsizlar, bitta klient sizlarga $50,000 zakaz beryapti. Bu qanaqasiga bu ishlamasligi mumkin yoki qanaqasiga bu narsaga pul tikmasligi mumkin. Tushuntira oldimmi? Endi boshqacha holatda qaranglar. Oldin uyda nima qilgan? 5% gacha birovga pul bergan. Ya'ni $50,000 bo'ladigan bo'lsa, 5% degani bu $2,500 kimdir klient olib kelganga bergan. Qaysi biri выгодныйroq bo'lyapti? Ya'ni targetda olib turib bitta klient $160-170 ga olganmi yoki kimdir klient olib kelganda $2,500 berib olgan yaxshi. To'g'ri, u vaqtda ham $50,000 klient olganda ham u rozi bo'lib bergan, u xursand bo'lib bergan. Chunki unga klient kelyapti. Hamma narsani ko'ndirib kelyapti, lekin mana yo'l ishoninglar ancha unit ekonomika bo'yicha qaraydigan bo'lsak, eng oson va eng yaxshi yo'llardan bittasi. Endi savol paydo bo'lishi mumkin. 10-stepda nima qilamiz? 10-stepda biz xuddi shu narsani qaytaramiz yoki to'g'rilashni boshlaymiz. Ya'ni bizda muammolar bo'lishi mumkin. Muammolar nimada? Ya'ni lead yaxshi tushmasligi mumkin yoki qayerdadir bizda lead qimmatlashib ketishi mumkin yoki shunga o'xshagan muammolar bor. U paytda biz varonkani ko'ramiz. Qaysi etapda bizda muammo bor? Chunki varonka bu sizga oyna, ya'ni haqiqatan qanaqa muammoingiz borligini ko'rsatib beradigan etap. Leadda muammo bormi? Demak, reklamni kreativ yaxshi emas. Reklamni kreativda demak yetarlicha filtr bermadingiz. O'tda ham muammo nimada? Narx ko'tara olmaydigan lead tushayotgan bo'lsa, demak filtrda katta muammo yoki musor lead tushayotgan bo'lsa, produktni yaxshi tushuntirib bermagansiz. Ya'ni nima sotayotganingizni yaxshi tushuntirib bera olmagansiz. Keyingisi qualified leadda muammo bo'lsa, bu yerda demak xuddi shu boyagi narsa filtrda katta ko'proq muammo bo'ladi. Ya'ni zo'r klientlar kelyapti, lekin pul yetmayapti, filtrda katta muammo. Stretch belgilanyaptimi? Bo'ldi, agar stretch belgilanmayapsan, bu yerda muomalada gap. Ya'ni demak telefon qilib gaplashayotgan odam yetarlicha qiymat bera olmayapti. Stretchiga bo'ldi, ya'ni stretchiga ko'ndira oldinglar, stretchiga ko'ndirishda bu yerda punktualность bo'lishi mumkin, u odam bilan lokatsiya bo'lishi mumkin, shunga o'xshagan muammolarni deb o'tda kechishi mumkin. Agar KPda muammo bo'ladigan bo'lsa, demak u ichki muammo, xodim yaxshi ishlamayapti. Agar shuncha 80 ta KP berib turib, lekin 20 ta ham prodaja qila olmayotgan bo'lsa, demak sales managerda ayb, sota olmayapti u. Tushuninglarmi? 80 ta puli bor odam, shuncha etapdan o'tib kelgan odamga puli bor odamga sota olmayotgan bo'lsa, o'tda sotuv menejeri alishtirish kerak, opshani. Demak, umuman ishlamayapti. Shu narsani varonkani qaytaramiz va stabilni biza oyma-oy fakt klientlar olib tursak bo'ladi. 10 ta step bilan men sizlarga qanaqa qilib, prям oyma-oy tinmaydigan kerak bo'lsa, o'chirib yasab qo'yadigan polni sales
varonkani tushuntirib, ko'rsatib berdim. Kimdirlar undan yaxshiroq varonka qilishi mumkin, kimdirlar boshqacharoq sotuv qilishi mumkin, lekin bizda aktiv vaqtda ishlab kelayotgan, aktiv vaqtda real zo'r rezultat olib kelayotgan varonka aynan shu. Xuddi shu narsani qaytadan o'zingizni yo'nalishingizda ishlatib ko'rishingiz mumkin. Lekin bitta narsani esdan chiqarish kerak emas. Bizga ikkita instrument har doim kerak bo'ladi mana shu sotuvlarni qilish uchun. Bittasi Reels bo'ladigan bo'lsa, bittasi xuddi shu varonkalar bo'yicha target bo'ladi. Agar siz o'zingiz mana shu rezultatlarni bitta o'zim qila olmayman, mana shu narsalar bo'yicha ko'proq o'rganmoqchiman deydigan bo'lsangiz, biz sizni 2 oylik offline mentorlikka taklif qilamiz. Bu yerda biz qanaqa qilib zo'r organik million prosmotr yig'adigan Reels'ni qilishni o'rganamiz, to'liq noldan va undan tashqari qanaqa qilib bizni sotuvlarimizni tindirmasak bo'ladi, o'sha narsaga chuqurlashamiz. Ya'ni ketma-ketlik varonkani shaxsan o'zim bilan nazorat formatida ko'rib chiqsak bo'ladi. Mentorstamiz 2 oy bo'ladi. Shu paytgacha media mutaxassislar ichida 100 taga yaqin odam o'qigan, 100 taga yaqin odamdan 80% dan ko'proq rezultat qilgan va hozirgi kunda O'zbekiston bozorida o'zi agentство qiladi va mana shu modellar bo'yicha boshqalarga Reels xizmatini ko'rsatadi, boshqalarga xuddi shu varonka bo'yicha uslugalarni sotishga yordam beradi. Va aynan siz ham xuddi shu tochka keyingi etapga o'tishingizga yordam beradigan yo'llardan bittasi bo'ladi. Mentorstvo haqida ko'proq ma'lumot olish uchun, tartiblarni o'rganish uchun va shu haqida yana ko'proq informatsiya olish uchun pastda bizda saytimiz bor va u saytga kirasiz, to'liq ma'lumotni o'sha yerdan olsangiz ham bo'ladi va o'tga kirib xuddi shu biz aytganimiz bo'yicha o'zingizning ma'lumotlaringizni to'liq qoldiring. Qancha oborot qilyapsiz, nima yo'nalishdasiz, nima qilmoqchisiz, parolalaringiz qanaqa, ismingiz, nomeringiz, hamma kontaktingizni qoldiradigan bo'lsangiz, men yoki yordamchim aloqaga chiqamiz va aynan sizga shu produkt to'g'ri keladimi yoki yo'q, shu bo'yicha gaplashamiz. Hech kim sizga sazonda sotishga, nimadir tiqishga harakat qilmaydi. O'tda rostdan muammoni ko'ramiz. Agar rostdan muammongiz shu produkt hal qiladigan bo'lsa, taklif beramiz. Agar hal qilmaydigan bo'lsa, ochuchasiga sazonda aytamiz. Ya'ni yo'qotadigan bo'lsa, 15-20 minut vaqtingizni yo'qotasiz. O'shaning uchun offline mentorstamiz haqida ko'proq ma'lumot olmoqchi bo'lsanglar, pastda link bor. O'sha bo'yicha o'tib, to'liq ma'lumotni olish uchun har bitta zaifka bo'yicha qoldiradigan bo'lsangiz, shaxsan o'zim yoki shaxsiy assistentim to'liq sizlarga yordam berib, to'liq sazon o'tkazadi. Undan tashqari YouTube kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar, chunki xuddi shunga o'xshagan pulli, lekin biz texnik berayotgan informatsiyalarimiz juda ham ko'p.